Ibragim bu nima? Qo'limi yo belmi? Razmeri qancha buni? Qo'l aka, to'g'risi razmerini bilmayman. Kommentariyada Ibragimni chap qo'lining razmerini topgan birinchi obunachimizga kartasiga 200 ming so'm tashlab beramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum chempionlar, tayyormisizlar? Bugun biz bodybuildingda O'zbekistonda chempion bo'lib birinchi o'rinni olib kelgan, ya'ni Ibragimni oldiga keldik. Cowboy Fitnessdamiz. Ibragim, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Avvalambor sizni chempion bo'lganingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Ibragim, men sizni o'tgan safar intervyu qilganimdan keyin bitta narsangizga havas qildim. Kommentariyadagi negativlarga umuman e'tibor bermas ekansiz. Videoda ikki og'iz negativga bir gapirib qo'ying. Endi negativlarni masalan umuman yomon ko'raman, men qizig'i ham yo'q negativlar. Qancha yozsalar yozaveringlar, baribir atvet yo'q. Xavotir olmanglar. Asosiysi rezultatdagi, to'g'rimi? Negativ natural bo'ladimi, kimik bo'ladimi? Bir oyda ichida 3 karra birinchi o'rinda olib kelish, bu sanga bas negativ. 3 marta chempion bo'lish qanaqa bu o'zi? Aka to'g'risi oson kechmadi. Masalan, diyeta aka sushkada ko'p sushka qilib bo'lmaydi. Organizm уже отказ beradi. Ayniqsa pochka birinchi o'rinda, chunki suv to'plab, suv chiqarish bu qiyin, oson narsa emas. Bizga Xudoyim o'zi kuch-quvvat berdi, alhamdulillah. Eng asosiysi shuncha negativni oldida yuzingiz yorug' bo'lib, O'zbekistonda eng katta masalan fitness trenerlari Ibragim deb tabrikladi. Biz shunga xursand bo'ldik. Rahmat aka. Ibragim, kelajakda endi qanaqa yangi planlar? Kelajakda Xudo xolasa aka yana bitta musobaqam bor. Inshaalloh Tailandda bo'ladi. Jahon chempionati avgustda. Ashyan tayyorgarlik boshlaymiz. Endi hali boshlaganim yo'q. Hozir nima bu forma naturalmi, kimiyami? Bu forma hozir ham natural. 3 chiskadan chiqdim. Kim bo'lsa natural bas, u bas, bu bas, nomer 1 chempion palon. Men bilishim bo'yicha Alisher akamning o'g'li ekansiz-a? Alisher akamni taniydiganlar kommentariyani yondiramiz. Bizni Neftianikda Alisher akam trener edi. Alisher akamning o'g'li ekan Ibragim. Men havas qildim. Sizni stержingizga, negativlarga e'tibor bermasligingizga men havas qildim sizga. Cowboy Fitness siz uchun eng mos zal. Kelajakdagi bo'ladigan musobaqangizga omad tilayman. Bizning muxlislarga motivatsion bir og'zim gapirib qo'ying endi. Hammalarga rahmat, shunchalik podeshya qilyapsizlar meni. Bog'lasam bundan keyin ham podeshya qilinglar. Hali hammasi oldinda. Nimani ko'zlasalaring, maqsadlaringga yetinglar. O'sha gap, negativ san bor, Ibragim o'syapti, san bor, biz o'syapmiz. Tan jonlaring sog' bo'lsin. Ibragim, Hammaga rahmat. sog' bo'linglar. Chotki.